Assalomu alaykum. Men Namangan viloyati Chust tumani 9-maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Hilola Umarova bo'laman. Meni 2026-yili Namangan viloyati pedagogik mahorat markaziga o'qish uchun yuborishdi. Bu yerga kelganimga qariyb 16 kun bo'layotgan bo'lsa, menda taassurotlar juda ham ko'p, chunki bu yerga kelib o'zimga o'xshagan kasbdoshlarim bilan tanishdim, dugona bo'ldim, ular bilan fikr almashdim. Muxtor va Mohiraxon oyamiz bizga juda ko'p malakalar, ko'nikmalar va tajribalar o'tkazmoqdalar, o'rgatmoqdalar. Xudo xohlasa bu yerda olgan bilimlarimizni o'zimizni tashkilotimizda qo'llaymiz. Va bu yerga kelganimda, xonamizga kirganimizda, xonamiz mana o'zimga yoqdi, issiq, yorug' va shu yerda bir fikr bildirib o'tmoqchi edim. Xonalarimiz yana ham kattaroq bo'lsa va albatta mana 4-etajda o'qiyapmiz, chiqishimiz uchun liftlar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi.